Bismillahirrohmanirrohim. Bugun men inshaalloh mana bir rassom tuz degan xunasaga 17-javobni bermoqchiman. Xo'p, demak, voqealarni silsilasini davom ettirishdan oldin hozir shu kecha kunduzda bo'layotgan aktual masalalarga ham bir e'tibor qaratib o'tsak. Mana demak, kuni kecha e'lon qilindi O'zbekistonda Usmon Haqnazar deb hisoblanayotgan Bobomurod Abdullayevni va u bilan birga yana 3-4 ta sheriklarini demak sud jarayonlari davom etyapti va o'sha suddan reportaj e'lon qilindi kecha internetda, matbuot saytlarida. Xo'p, mana shu joyda demak ba'zi narsalarga men ham to'xtalib o'tishni maqsadga muvofiq deb bilaman. O'zi umuman olganda liderning qurbonlari degan alohida bir mavzu, uni hali o'zi qisman bu temada gapirildi aslida va yana hali bu temada gapiriladi. Bu bo'layotgan voqeani ham mana shu liderning qurbonlari safiga qo'shishimiz mumkin. Bobomurod Abdullayevni, Hayot Nasriddinovni, u yerdagi Ravshan Salayevni, o'sha narigini, xullas bu yerda xo'p, Usmon Haqnazarov fitnasi davom etyapti. Haqnazarov fitnasi o'sha zamonda boshlangan va juda ko'p odamni keyinchalik haqli e'tiroziga sabab bo'lgan fitnalardan biri. Avvaliga hukumatni, MXXni va hokazolarni tanqid qilishga qaratilgan maqolalar keyinchalik muxolifatni va u yerdagi muxolifatdagi taniqli shaxslarni ham badnom qilishga qaratildi va faqat bitta odamni maqtashga qaratildi. U yagona shaxsnigina lider deb maqtashga qaratildi, boshqa odamlarni badnom qilishga qaratildi. Usmon Haqnazar nomidan yozilgan maqolalar. Va bu jarayon uzoq davom etib va oradan ma'lum muddat o'tgandan keyin mana shu Bobomurod Abdullayev degan jurnalist qamoqqa olindi. Bu odam qamoqqa olinganni ertasiga indiniga lider, o'sha OXXni lideriman deyotgan kimsa Istanbulda matbuot anjumani o'tkazib, Usmon Haqnazarov degan jurnalist mana shu Bobomurod Abdullayev bo'ladi deb demak matbuot anjumani o'tkazib shunday bayonot bergan edi. Va shu bilan ayni damda barcha mas'uliyatni Bobomurod Abdullayev zimmasiga yuklandi. Usmon Haqnazarov yozgan shu qancha odamlarga mag'zava ag'dargan bo'lsa, hammasi uchun mas'uliyat Bobomurod Abdullayevga yuklatildi. Va ayni damda davlat to'ntarishiga chaqiruvchi maqolalar ham uni zimmasiga yuklatildi. Va bu narsalar uchun u MXXga qurbonlikka berildi, bunday aytganda qurbonlikka berildi. Maqsad nima edi liderni? Nega uni qurbonlikka bermoqchi bo'ldi? O'sha yerda o'lib ketadi, qaytib chiqmaydi, shu bilan Haqnazar o'sha bo'lib qoladi deb hisobladimi? Yo nega bunday qildi? Endi u Bobomurod Abdullayev tergovda uni ishi
Unga Alloh yordam berdi. O'sha paytda mana inoyati o'zgardi, tergovchisi uni qamaldi. Unga ozgina yengilliklar bo'ldi uni ishiga va uni ishini mana hukumat oshkora o'zi mana sudda ochiq oydin ko'ryapti. Bu yerdagi reportajlarni dunyoga tarqalishiga yo'l qo'yib beryapti hukumat. Xullas, Bobomurod Abdullayev ishi ancha yaxshilik tarafiga o'zgardi. O'sha paytda lider nima qildi? Mana men kechagi Ozodlik degan kazzoblarni radiosida o'sha rassom degan iflos liderni ateist ukasi, Sofining ukasi bu. O'shani yozgan maqolasi bor bu yerda va demak bu yerda shunday deyiladi. Xo'p, Ozodlik sudda yangragan bu iddaolar ortidan O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining mamlakat tashqarisida yashayotgan lideri yana endi buni endi liderlik huquqini lideri degan unvonidan olib tashlashdi. Chunki huquqini o'zi yo'qligi uchun uni lideri ham o'zi yo'q narsa edi. Yana buni eski o'zini Erk Demokratik partiyasining lideri deb atash boshlandi. Chunki oldingi huquqini lideri deyishar edi, safsata uni huquqining yo'q narsa ekanligini mana ta'kidlayapmiz, qayta aytyapmiz dalil hujjatlar bilan. Endi demak uni undan ham oldinroq yo'q bo'lgan Erk Demokratik partiyasining lideri deyapti. Rassom kasofat, kazzob va aytyaptiki, o'sha bilan gaplashibdi. Lideri Muhammad Solihning o'zi bilan gaplashibdi Ozodlik. Ozodlik nomidan ish ko'radigan mana shunday iflos kimsalar. Xo'p. Ozodlik bilan 29-mart kungi suhbatda Muhammad Solih Ravshan Salayevni tanimasligi va barcha gaplari tanqiddan tuban darajadagi uydirma deb aytdi. Ya'ni Ravshan Salayev degan o'sha sudda demak Bobomurod Abdullayevga qarshi ko'rsatma bergan odamlardan biri va ayni damda Lidervoyga ham qarshi ko'rsatma bergan. Chunki bular juda qattiq zulmga uchrab, qanchalik o'sha turmada yotgan bo'lsa, mana hozir 4 oydan beri MXXning qo'lida qanday azoblarga uchragan bo'lsa, hammasi uchun mana shu lider sababchi. Aynan liderning mana shu mansabga bo'lgan o'chligi va o'sha o'zining manfaati yo'lida boshqalarni qurbon qilishga tayyor odamligi tufayli mana shu odamlar turmaga qamaldi. Va mana shular bugun undan norozi bo'lib gapiryaptiki, mana shu demak Ravshan Salayev degan gapirgan. Aytganki, 2013-yili Muhammad Solih menga qo'ng'iroq qilib, Bobomurod bizni odamimiz bo'ladi, oldinga boradi, unga har qanday yordamingni ayamaysan, og'zingdan gullab qo'yadigan bo'lsang seni bilamiz, oilangni bilamiz deb qo'rqitdi degan. Ana shundan keyin Ravshan Salayev Bobomurod Abdullayev bilan birga Qoraqalpog'iston Yuqori Kengashi raisining uyini portlatish rejasini tuzdik deb iddao qildi. Hamma portlash bilan ovora bo'lib qolganda biz Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekchonni Jaslik qamoqxonasidan qutqaramiz deb ta'kidladi Ravshan Salayev o'z ko'rsatmasida, deydi Malohat Eshanqulova. Xo'p. Shuningdek, Salayev o'z iddaosida Muhammad Solih tahdid qilib
$200,000 talab qilganini ham aytgan. Demak, bu odam liderga mana shu ayblovlarni ilgari surayapti. Asli xorazmlik odamlar bular. Ravshan Salayev ham, keyin haligi narigisi ham. Shavkat Allayarov degan. Bobomurod Abdullayev ham xorazmlik. Hammasi xorazmlik va lider ham xorazmlik. Ya'ni lider o'zini zemlyaklarini topib, o'zini qabih amallarini, niyatlarini amalga oshirish yo'lida foydalanmoqchi bo'lgan. Va bu tabiiy. Keyin aytyapti, endi bu yerda rassom xonasi aytyaptiki, ozodlik sudda yangilagan bu iddaolar ortidan O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining mamlakat tashqarisida yashayotgan lideri Muhammad Solihni o'zi bilan gaplashdi. 29-mart kungi suhbatda Muhammad Solih Ravshan Salayevni tanimasligini shunchaki inkor qilib qo'ya qoldi. Buni uchun uni shuncha ish qilgan, xizmat qilgan odamni va shu tufayli qamalgan odamni lider tanimayman deb turib oldi. Va barcha gaplari tanqiddan tuban darajadagi uydirma deb aytdi. Mana liderni o'zining qurbonlariga nisbatan munosabati. Uning g'oyalarini amalga oshirish yo'lida odamlarni qurbon qiladi va keyin men tanimayman deb turadi bu qurbonlarni. Uni o'z safdoshlariga nisbatan munosabat, mana liderning munosabati mana shunday. Biz buni ko'rdik. Buni men o'zimga munosabatda ko'rdim. Men buni demak mana Fuat Shokiriyni otib ketishdi. Fuat Shokiriy otilgandan beri 2011-yil sentyabrda otilgan bo'lsa, Alloh uni rahmatiga olsin. Shu 2018-yil mana hozir. Shu o'tgan yil ichida biron marta bo'lsin bu lider tarafidan biron marta shu odamni eslab qo'yilmadi. Uni saytida shuni otib ketilgan kuni munosabati bilan bir ikki og'iz ta'ziya bir narsa e'lon qilinmadi, eslanmadi. Vaholanki uni ana u tabib xotini o'lganida o'y qanchadan qancha motamlar tutib, qanchadan qancha narsalarni yozilib, u saytda haligacha yoziladi. U xotinning kitoblari-yu, uni haqidagi hikoyalari, uni ulug'laydigan qanchadan qancha, hatto lider o'zini unga nisbatan zulm o'tkazgan zolim ekanligini ham yozib chiqqan edi. Lider umrida bir marta e'tirof etgan o'zini zolimligini, pastkashligini. U ham bo'lsa o'sha xotiniga nisbatan. Uni o'limidan keyin shunday deb yozgan edi o'sha paytda, shu bir maqolasida. Lekin undan boshqa odamlarga nisbatan u tan olmadi haligacha. Biron marta eslab qo'ymadi-ya, na Fuatni, na boshqani. Va endi mana bu Ravshan Salayev deganni esa tanimayman deb turib oldi. Uni o'zi shu ishga jalb qilgan, shu fitnada qatnashtirgan odam ular qamalib qolgandan keyin men tanimayman deb turib oldi. Keyingi tarafi qiziq. Yana nima dedi? Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Solih Usmon Haqnazarov taxallusi bilan yozilgan 5 ta maqolani Bobomurodga emas, boshqa noma'lum muallifga tegishli ekani haqida ko'rsatmani advokat Mayorov tarafidan sudga taqdim qilganligini aytdi. Mana sizga tekin tomosha. O'zi Bobomurod Abdullayev qamalgan paytda matbuot anjumani uyushtirib dunyoga jar solgan Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov bo'ladi degan odam
shu bo'ladi. Keyin Bobomurod Abdullayev o'zini advokatlari bilan uchrashganda u maqolalarni men yozmaganman, hammasini men yozmaganman deb liderni iddaosini rad qildi. Endi lider aytyaptiki, 5 ta maqolani xo'p, Usmon Haqnazarov maqolalaridan 5 tasi Bobomurod Abdullayevga oid elektron manzildan kelmaganligini sayt arxivini tekshirib aniqladik va bu ma'lumotni sudga taqdim qildik, dedi Solih, deb yozadi rassom Xunasa Ozodlik saytida. Mana liderni 200-damachiligi. Bu 5 ta maqola qaysi? O'sha davlat to'ntarishiga chaqirib yozilgan maqola. O'sha haligi mana mag'zava ag'darilgan imzolilar deb mana bu xorijdagi muxolifat faollarini bir qanchasini MXXDda ayblaydi. Mana shu hukumat bilan kelishib MXXga agent bo'lishga imzo qo'ygan, o'zi rozi bo'lib degan iddaoni yozilgan maqolani mana endi uni avvaliga Bobomurod yozgan deb turgan edi. Endi esa o'sha iddaosidan qaytdi. Kazzoblik, oldingi kazzobligini ustiga yana qo'shimcha kazzoblik aytyaptiki, endi 5 ta maqolani nima emish? Bobomurodga oid elektron manzildan kelmagan emish, shuning uchun uni o'zgartirdim deydi. Xullas kalom, lider o'z iddaosidan qaytdi. Va buni qaytishi oddiy narsa. Bu odamda lafz yo'q, tuturuq yo'q. Beburt odam bu. Avvaliga uni qurbon qilmoqchi bo'ldi, keyin esa zadni xod beryapti endi. Yo, 5 ta maqola uniki emas deyapti. Bo'lmasa kimniki u? Demak, 2 ta Usmon Haqnazarov bor ekanda. Bittasi Bobomurod Abdullayev bo'lsa, ikkinchisi kim? O'sha Usmon Haqnazarov nomidan ig'vo maqolalarini yozgan ikkinchi Abdullayev kim? Ikkinchi Usmon Haqnazarov. Demak, lider albatta buni ham tan olmaydi. U aytmaydi men deb. Lekin ikkinchi Usmon Haqnazar firibgarlikda pixani yorgan liderni o'zi bo'ladi. Xo'p. Endi bu yerda mana bu Bobomurod Abdullayevdan tashqari u yerda 3 ta mana Hayotxon Nasriddinov degan, haligi Shavkat Alloyorov degan, Ravshan Salayev deganlar liderga qarshi ko'rsatmalar beryapti. Bobomurod Abdullayev esa liderni qarshi yomonlamayotgan bo'lsa ham, yaxshi ham demayapti. Haligi maqolalarni men yozmadim deb inkor qildi. Shuningdek, Ravshan Salayev o'z nutqida Bobomurodning shaxsiga tegadigan jumlalarni qo'lladi deb aytgan Aleksey Volosevich degan jurnalist. Ya'ni ular orasida bir-biriga qarshi mana shunday adovat, nafrat ham paydo bo'ldi. Chunki hammasi mana bu lider tufayli mana shu hozir nimaga uchradi? Balaga uchradi. Hammasi kaltak yedi, haqoratlandi. Mol-mulkidan ayrildi. Endi ular bir-birini ham so'kyapti, liderni ham so'kyapti. Va bu lider esa men ularni tanimayman deb turib oldi. O'ziga xos bo'lgan eski odatiga binoan. Xo'p. Bu endi o'sha zamonlarda boshlangan
Osmon Haqnazar fitnasini bugungi kundagi jarayonlari, bugungi kunga kelib bo'layotgan voqea hodisalar. Demak, liderning qurbonlari alohida bir hali bu mavzuda yana balki bir suhbatni to'liq shunga bag'ishlarman. Shu paytgacha aytib o'tganlarim, demak, mana shu harakatni faoliyati doirasidagilar, demak, Fuat Shokiriy bilan haligi Zayniddin degan bola, u bola o'sha qog'oz tarqatib qo'lga tushib qamalgan. Vatangadolar degan kinoda menga qarshi ko'rsatma ham bergan. O'sha bola o'sha liderning qurbonlari. Undan tashqari mana hozirgi o'tirgan shu Bobomurod Abdullayev va uning yonidagilar ham liderning qurbonlari. Bulardan tashqari Nuriddin Jumaniyazov degan 4 kunlik bir odam, uni o'ligi chiqdi turmadan, liderning qurbonlaridan biri. Yana Faxriddin Tillayev degani ham o'sha liderning qurbonlaridan biri bo'lgan. Yusuf Ro'zimurodov degan jurnalist 19 yil deganda endi chiqsa, u kishi ham liderning eski zamonlardagi qurbonlaridan biri. Uni ukasi bilan Muhammad Bekcham bilan birga qamalgan qurbonlardan biri bular. Xullas kalom, liderning qurbonlari ko'p va hali tugamadi. Hali shu bilan tamom bo'ldi deb hisoblashga erta hali. U hali o'zi o'lgunga qadar ko'p odamni qurbonlikka beradi. Bu uning tabiati shu o'zi, bori shu odamni. Demak, 2011-yil dekabr oyini voqealarini zikr qilayotgan edim oldingi suhbatda va bu voqealar demak shu asnoda 2012-yil kirdi. Lider bilan oramizda ulkan bir adovat, ulkan bir o'zaro kelishmovchilik paydo bo'lib qoldi o'sha paytda. Men uni kazzoblik qilayotganligini, menga nisbatan firibgarlik qilayotganini tushungan edim. Lekin shunda ham bo'lsa, o'sha paytda harakatni tark etib ketganim yo'q. Hali ham davom etdik faoliyatda va yanvar oyida bir yig'ilishimiz bo'ldi. Yanvar oyida bir marta yig'ildik va fevral oyini 22-sida Obid Qori otib ketildi Shvetsiyada. Mana shu jarayonlarda, mana shu paytlar Obid Qorini otib ketilish voqeasi har xil munosabatlar, har xil nimalarga sabab bo'ldi. Ba'zilar aytdiki, OXXga qo'shilgani uchun bu odamni shunday bo'ldi, u bu degan gaplar bo'ldi. Meni nazarimda bu gap to'g'ri emas. Obid Qori OXXga rasman qo'shilgan emas. O'zbekiston xalq harakatiga qo'shilgan emas. Lekin u Stokgolmda bir marta uchrashgan lider bilan. Uchrashgan xolos. Biz qo'llab-quvvatlaymiz degan. O'shandan keyin men Shvetsiya bo'limini, o'sha OXXning Shvetsiya bo'limi ochilganida men uni raisi bo'lgan edim va o'shani raisi sifatida menga aytgan edi lider, bor Obid Qorini oldiga, uni odamlarini ham o'sha a'zo bo'ladi mana shu Shvetsiya bo'limiga, ular ham qo'shiladi. Ular ham u yerga kirib, haligi a'zolik badali bor edi. Bir yilda 150 kronmi to'lash kerak edi, 180 mi esimda yo'q. O'sha a'zolik badalini to'lash, a'zo bo'lish, o'shaning uchun u qo'llab-quvvatlaymiz degan, uni oldiga bor degan menga. Men borganimda Obid Qori aytganki, men
Biz qo'shilmaymiz degan. Biz deganda u o'zini meni ishim yo'q, shaxsan men qo'shilmayman dedi. Endi u odamlar bilan ham ishim yo'q meni dedi. Ular o'zlari biladi dedi. Chiqib gaplashing dedi. Xohlasa qo'shilishsin, xohlamasa yo'q, meni ishim yo'q dedi. U muritlari bilan ular o'zlari biladi dedi. Mana shunday munosabat qildi Obid qori menga o'sha paytda. Keyin men chiqib qaytib kelganman. Hech kimga men u yerda muritlarga gapirganim ham yo'q. Men bildimki, Obid qori xohlamayapti. Chunki u yerda unaqa emas. U demokratiya o'yini qilib men o'zim uchun javob beraman. Ular o'ziga javob beradi. Men qo'shilmadim, men qo'shilmayman, ularni esa bilmayman degani u masalani tashqi tarafi edi. Obid qorim menga shunday ko'rsatdi o'zini. Aslida u yerda uni gapi bilan yuradi hamma. U aytsa qo'shilsa hamma qo'shiladi, qo'shilmasa qo'shilmaydi. U qo'shilmayman deb men aytmayman ularga dedi. Qo'shil yo qo'shilma deb. Ular o'zi hal qilsin dedi. Men esa tushundimki, bo'ldi bu. Bu degani Obid qori qo'shilmasa, u yerda bironta murid qo'shilmaydi. Unda nega u Stokgolmga borib biza qo'llaymiz dedi, men uni tushunmadim. Shunday bo'lgan. O'sha paytda ular qo'shilmadi. Keyin haligi ham bironta odam a'zo ham bo'lmadi, hech narsa bo'lgani yo'q. Qaytib keldim. Lekin Obid qorini 22-fevral kuni o'sha O'zbekiston tarafidan jo'natilgan MXX tarafidan yuborilgan Yuriy Zhukovskiy degan mal'un otib ketdi. Yaxshi ish qilmadi bular. MXX iflos yaxshi ish qilmadi. U odamni otib ketishni hojati yo'q edi. O'ldirishni hojati yo'q edi. U kishini hech qanday davlatga ham, boshqaga ham bir zararli narsani o'zi yo'q edi unda. Odam axloqdan dars berar edi, boshqa qilar edi. Umuman u narsalar uchun uni otib ketishni hech keragi yo'q edi. Shu ishni qildi u ifloslar. Nega buni qildi? Men haligacha bilmayman. O'sha paytda muridlardan biri aytdiki, shaxsan Karimovning buyrug'i bilan qilingan bu deb. Men bilmadim. Men faqat shuni o'zimcha tasavvur qilamanki, mening tushunishim shunday. Yak Abduvali qorini masalan shaxsan buyruq bergan bo'lishiga ishonaman. Yo'qotdi o'sha MXXga. U bilan birga sherik bo'lgani uchun u Ramazon Matkarimov ham qo'shilib yo'q bo'ldi. Alloh ularni rahmat etgan bo'lsin. Keyin Abdulla O'tayev degan bor edi. O'sha Islom partiyasini, Islom uyg'onish partiyasini O'zbekiston bo'limini ochmoqchi bo'lib harakat qilib yurgan kishi edi. U kishini ham o'g'irlab yo'q qildi. Undan oldinroq bo'ldi u 92-yil. O'sha Karimovning buyrug'i bilan yo'q qilinganiga uni ham ishonaman. U kishini ham. Butun boshli bir odamni yo'q qilib yubordi bu iflos. Ammo Obid qorini borib otib kelishni Karimov aytganiga men ishonmayman. Obid qorining o'g'li Husniddin Nazarovni o'g'irlab yo'q qilinganiga, Karimovning buyrug'i bilan qilinganiga men ishonmayman. U yerdagi yana yo'q qilingan bir qancha odamlarni ham Karimovning o'zi aytganiga men ishonmayman. Lekin men ishonaman bir narsaga. O'sha paytda Karimov MXXga katta imkoniyat, vakolatlar berib qo'ydi. Inoyatovga, uni hozir jasliqlayotgan haligi qahramon, haligi muovini Shuhrat G'ulomov, boshqa yana shunday ifloslar bor edi. Mana shu MXX generallariga katta vakolatlar berilgan edi. Ular terrorizmga qarshi kurashamiz, u bu qilamiz deb xohlagan bokni yeyishar edi. Xohlagan odamni uyini kuydirar edi. Xohlagan ishni qilar edi. Yo'q yerdan jinoyat ishlarini topib, o'zini yaxshi ko'rsatish uchun katta jinoyatchini ushlab, orden olish uchun ana qahramon bo'lib o'tiribdi-ku iflos jasliqda. Mana shunaqangi qahramon bo'lish uchun ular o'zlaricha bir narsalar qilar edi u generallar. Vakolat berib qo'yilgandan keyin
Mana shular tarafidan Obidkorini yo'q qilish, Abdulla Buxoriy Turkiyada keyinroq otib ketilgan. Yana shunga o'xshagan boshqa odamlar, xullas o'shalarni birin-ketin yo'q qilishlik rejasini MXXning bir generallari tarafidan o'sha qilingan shaxsiy tashabbus bilan qilingan ishlar bo'lsa kerak degan gumonim bor. Iyakni o'zi hammasiga aralashib, men tanimaydi, Iyak tanimaydi deb o'ylayman men shaxsan. O'sha Husniddin Nazarovni, u bilan o'g'irlangan yana bir 3-4 ta bolani, yana o'sha bir bilmayman kimlar. Bu meni fikrim albatta. Lekin nima bo'lganda ham mana shu ish qilindi. Yuriy Zhukovskiy degan iflosni futbol o'yinchisi bo'lib, Paxtakor klubining direktori Estoniyani Toshkentdagi elchixonasiga ariza yozgan ekan. Rekomendatsiya yozgan ekan. O'sha bolaga futbol o'ynaydi bu bola, shunga haligi beringlar. Estoniyaga borishga Schengen vizasini beringlar deb Paxtakor futbol klubining nachalnigiga yozgan. Keyin u elchixonaga borib, Estoniyaga boraman, futbol o'ynayman, u bu deb haligi olgan. Viza olgan. Estoniya elchixonasidan Toshkentdagi. Keyin Estoniyaga emas, Latviyagami, Litvaga kelgan. O'sha qo'lidagi haligi bilan, Schengen viza bilan. Va keyin kemada Shvetsiyaga kelib, Shvetsiyada yashayotgan xotin haligi Umid Aminov deganni singlisi Nodira Aminova degan, Bahodir Po'latov degan o'shalarning yoniga kelib, ular bilan birga Shvetsiyada yurib, Obidkorini izlagan bular. Buni voqealarini keyinchalik sud jarayonlarida qatnashganim uchun keyin men endi bildim buni. Xullas kalom, ana shu xotin